Орта Азия бойынша hamma mamlakatlarda бар. Assalomu alaykum, Qalqon Metalning YouTube kanalini baqlab borishchi do'stlar. Mene bugun sizlarga Qalqon Metalda ishlanib o'tirgan darvoza ham eshiklarni ko'rsatib o'tamiz. Shaxslab o'tirib joyg'ashib oling. Al do'stlar, mana eshiklar hozirda sotuvga qo'yilgan eshiklar. Biroq hozir ishda yumush prosesini ko'rsatib bo'lgandan keyin ularda da barini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mene hozirda sirtqi tarafimizda shunday darvozamiz kraskaga qo'yildi. Bu high-tech variantda bo'ladi. Hozirda gruntовкалар o'rilib turibdi. Bu gruntовкаning foydasi darvozaning shirmavini shaxsi. Darvozamiz teglikda shirmaydi. Bu hozir ustiga yana bir sloy gruntовка uriladi, undan keyin 3 sloy kraska uriladi. Bu darvozamiz high-tech variant, yarim steklo. Buni yoqda ayna bo'ladi. Aynalarda 2 qavat paketlangan bo'ladi. Aqlanikidek issiq suv o'tkazmaydi. Buni yoqda mana qapisi, mana ikkinchi tarafi ayna bo'ladi. Darvozamiz ishi sirti temir. Endi mana yoqda korobkasini ko'rsatib ketayin. Korobkasi 8 ga 4 dan bo'ladi. Aslarni shviller qo'yiladi mana. Yoqqa kel. Shunday mana shvillerdan bo'ladi. Bu darvozaning eng nazik yeri o'sha asti yerga tegib turadigan bo'lgandan keyin o'sha yerdan ko'p shiriydi. Bu shviller qo'yganimizning ham sababi soda. Ko'p uzoq muddat xizmat etuvini yaxshi bo'ladi-da. Undan keyin mashina minib o'tsa-da, ne qilsa-da jipirilib qolmaydi. Profil bo'lsa jipirilib qoluv xavfi bor. So'ng uchun aslarni shviller qilamiz. Endi bu yoqda yana qaplarimiz bor. Mana bu yoqda yana bir taq qapimiz. Bu da hozirgi zamonaviy variantda, high-tech variantda. Endi sizlarga bir ma'lumot aytib o'tayin. O'sha o'rinda bizlarda ko'rib davom etsangiz, bizlarga tirkilib qo'ysangiz, shu darvoza eshik turali ma'lumotlarni berib o'tamiz. Qanday darvozalarni saylash kerak, qanday darvozalar uzoq muddatga chidamli bo'ladi, darvoza saylaganda nelarga e'tibor berish kerak, solar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bu qapimizda nержавейка jiltirlar bosiladi. Bu yoqda mana Angliya variantidagi eshigimiz tayyorlanib o'tiribdi, jarma eshik. Bu eshigimiz zamonaviy variantda, eng so'nggi variantlarda ishlatilgan. O'rta Osiyo bo'yicha hamma mamlakatlarda bor shu variant. Mana bularning karkaslari bunday bo'ladi. Endi ishga ko'rinishlar karkaslari shunday bo'ladi. Juda bekem, o'rtalari ayna bo'ladi. O'rtalari двойной steklo bo'ladi. Endi navbatdagi darvozamiz mana yerda hozir navbatdagi klientimizning darvozasi shinalib o'tiribdi. Darvozalar korobkalari обычный 8 ga 4 bo'ladi. Juda ulkan darvozalar bo'lsa 10 ga 5 dan bo'ladi. Ichki karkaslari 4 ga 4 и 6 ga 4 profillardan bo'ladi. Topsalar 3 topsadan bo'ladi. Topsalarimiz mana bari bekem topsalardan. Mana bizda keyingi darvoza tayin bo'lib turgan darvozamiz 3,5 ga 4 ga 10 degan razmerda. Kraskalar tayin bo'lib turibdi. Az kraskalari bari yaxshi kraskadan, mana ko'rib turganingizdek bari jiltirab zo'r bo'lib turibdi. Bizlarda darvozalar kraslangandan keyin bir kun, 2 kun shunday bir temperaturada keptirib qo'yiladi shunday. Xohlasa bu darvozamizda da qurganimizda postga solib ketamiz. Uning eshiklari отдельно. Ishinde eshik yo'q. Eshiklar, kalitlar qaptalında bo'ladi. Ishlari Alikamontdan, shumkasi, steklovati bari bor. Yuqorida aytib o'tganimizdek, sirtdagi eshiklarni men tanishtirib o'taman. 2 metr 2.30 ga 1.20 shepka ochiladi. Ishi sirti temir, high-tech variantda. Hozirda sotuvda turibdi. Bu eshigimiz taqqafa 2 metrga 90, ishi sirti temir. Buningda aparib qurib beruvlari bari ishinde. Kimga baqasi qiziq bo'lsa, tumandagi nomerlarga baylanasiz. Qalqon Metal safani qadrlaganlar uchun.